birov boshqa birovni muhabbati ko'ngliga tushib qolsa, unga bildirib qo'ysin. Yana birovni yaxshi ko'rdi, ibodati uchun yaxshi ko'rdi, odobi, musulmonchiligi, shariatni tutishi uchun do'st tutdi. Borib aytish kerak. Men sizni yaxshi ko'rdim, do'stim nima deyapti deb bildirib qo'yish kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom bir odam bilan suhbatlashib o'tirgandilar. Bir odam o'tib qoldi. Haligi odam o'tgandan keyin suhbatdosh aytdilarki, Allohning rasuli men o'sha odamga muhabbat qilaman dedi. Unaqa bo'lsa tur, bor bildirib qo'y dedilar. Demak, o'zi muhabbat qilsa-yu, ko'nglida do'stlik rishtalari bo'lsa, muhabbati bo'lsa-yu, indamay yurish haligi do'stni haqqini poymol qilish bo'ladi. Borib, men sizni yaxshi ko'raman, muhabbatim bor, sizni yaxshi odam bilan deb bilaman deb aytib qo'yishi kerak.